Assalomu obuna. Men sizlar bilan Sato va bugun sizlar bilan men akam bilan o'ynayman va akamni chaqiraman. Chaqirdim akamni. Allo. O'ynaymizmi? Manga boslamang. Davay, bosam. Davay, bosam. Xo'sh, akam kerilyapti va bugun kerillamaysiz nimaligini ko'rsatib qo'yaman. Va endi bo'lmasam har safar otda boraman, o'ldirarman, chunki men o'ldirishni yaxshi ko'raman. Hamma videoyimda shunaqa o'ldirishni yaxshi ko'raman deb gapirganman. Va manaqa emotsiyalar qilib qo'yaman. Zo'r ko'rinishi uchun-da. Emotsiyalarim ko'paydi, mana bittasiga ko'paydi. Mana mashina ochib oldim, ko'rsatuvdim-ku. Mashina ochib oldim. Davay ketdi bola, ketdi. Mana bot ko'rsam o'lib ketyapti. Emotsiyalarim ko'p meni. Zo'rsan degan emotsiyalar kelyapti. Qani bitta pistolet o'ynab ko'ramizmi? Davay. Bitta pistolet o'ynab ko'ramiz. Pistolet o'ynasam headshot berish degani. Sizlarga yoqqan degani obunalarni ayamaymiz. Davay bosamiz, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yamiz. Headshotlardan berib yuboramiz. Qani bo'lmasam o'ldirishni yaxshi ko'raman, chunki men faqatgina o'ynaymiz. Bitta jinni qilish uslubi. Haykalni tanlaysizlar, haykal tanlab turib, neki haykallarni qo'yasizlar, netdan otaverasizlar. Jin bo'ladi. Jin bo'lganda emotsiyalar qilsang zo'r bo'ladi. U jin bo'ladi. Va shunaqa qilib o'ynayverasizlar. Olg'a bo'lmasam, ikkitalik qurol, botlar quroli-ku, lekin yaxshi otadi. Nima ketdi. O'ynaymiz. Reytinglayman-da, reyting qayta. Qayta. Mana ko'rganinglardek yutdik. Lakda ayamaymiz, bosamiz lakda. Davay, laklarda ayamaymiz. Shu yerda videomiz tugadi va xayr hammaga.